Hammaga assalomu alaykum. Avto Prestige obunachilari. Mana bugun bozorda mana shunaqa antikvarniy mashina kelib qoldi. Juda antikvar, holati ham idealniy. Ashyo sosteniyasi zo'r ekan. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Mana shunaqa sosteniyali mashinani necha pullarga olsa bo'ladi? O'zim mana shu mashinadan qiziqib yurdim. Lekin odam bu mashinani ko'rgandan keyin o'sha ko'ngil o'tirdi. Sezonli shinalar taqib qo'yilgan diskalar vashcha mashina. Qurt sosteniyada idealniy, orqalar tonirovka qilingan, ichki sideniya salonlarini qarang. Hali свежий, zavoddan kecha chiqqanday bo'lib turibdi. Oynalarni qarang, baka oynalarni klassika, toza klassika. Ham qiziqqanlar mashinaga qiziqqanlar bitta like bosib qo'yamiz. Like bosib, tugmalarni bosib portlataveramiz mana likelar bilan. Lekin mashina haqiqatan tinov tetik mashina. Buni endi egasi necha pulga sotarkan agar sotadigan bo'lsa? Ko'rsatsan shu nomer. Aka, agar o'sha videoda ko'rib qolsangiz, kommentariyada qoldirib qo'ying qanchaga sotishingizni. Nasib qilsa bosaveramiz agar.